Mana mana ko'rinishi qarang. Mana oldayda verxniy nijniy litogi bor. Ko'ryapsizmi? Orqasida orqasida ikkita ventilyatsiyasi bor mana. Chekkalari mana bunga qarang. Tunikadan bu transportirovkaga borganda yoqqa toshiysiz, titilib ketmaydi. Titilib ketmasligi uchun. Mana oldingi ko'rinishi. Mana bu tunikaning tagida falgasi bor. Mana kirishkasiga qarang. Mana bunda penoplast mana 3 cm qalinligi. Mana ichi. Mana ramkadan bergacha 8 cm. 12 ramka ketadi ana shunga. Mana qalinligini qarang mana. 2 shpuntovni taxta. Bular stiklari hammasi kililanadi. Kililangan buni. Biron yerda bir zazor qolmaydi. Keyin buni bebida litogini o'zim samodelni yasaganlarim bor mana. Mana. Mana bunga qarang. Bir xilla paxta tiqib yotadi. Mana bunga qarang. Ko'ryapsizmi? Shunday ochib qo'yasiz, turadi. Birani ko'chirmoqchi bo'lsangiz shunday yopib qo'yasiz. Mana ko'ryapsizmi? Mana. Mana. Ochib qo'yasiz, turibdi. Chiqib ishlayveradi. Birani ko'chirmoqchi bo'lsangiz shunday yopib qo'yasiz, tamom, все. Mana. Ochdingiz. Ko'chayotgan payti tamom oddiy. Unga suv sepib, paxta tiq, u kerak emas. Tushundingizmi? Mana shular hammasi, mana shular 12 ramkali mana shular. Hammasi. Mana. Qarang. Mana. Ko'rdingiz? Mana shunday. Keyin bu mana bu ikki simyalisi. Mana bu. Bu ikki simyali mana. İki simyali ham xuddi shu mana. Bu ham xuddi shu narsa. Mana. Bularda ham hammasida ichida izolyatsiyasi bor mana. Kirishkani ochib qo'ysangiz hali hammasida bor. Sonra bunisida ham mana. Mana ramkalar turibdi. Mana ramka bilanlarligini qarang-da mana orasini. Hozir ko'rsatamiz. Mana ramka, mana üstü 8 cm zazor bor. Ham ramkalarni qo'yasiz mana. 12 ta ketadi. Bu yerda 2 cm zazor qoladi diafragma qo'yish uchun. Ko'rdingizmi? Mana. Ana yengilgina. Xolasangiz hozir zakaz bo'lgan, bu kerak emas. Paxta tiqaman degan. Xolasangiz sizga mana bunaqa qilib beraman. Mana bunaqa ham qo'yib beraman. Mana. Shunday ochasiz. Shunday yapasiz, tamom, все. Unga paxta tiq, go'rtiq, yirtiq. Ko'rdingizmi? Mana bu yerda o'zini taxtani o'zidan chiqqan mana. Hali shpuntovni taxtani o'zidan chiqqan mana litoklari. Bu yerga отдельно qo'yilgan. Mana. Kurgon mana tunikalar urilgan mana. 4 tarafiga kurgon urilgan. Sababi umri uzoq bo'lish uchun transportirovka qilganingizda ham udobni. Mana boya aytganingiz mana ramka mabila turadi. Mana. Bundan poligacha 30 cm, o'zi ramka 29 cm bo'ladi, uzunligi, balandligi. Ramkani qo'yganingizdan keyin mana bergacha mana. Bergacha 8 cm. Buni qo'yganimiz sababi qishda issiq bo'ladi. Tunkan tagidan issiq o'tib ketadi. Bir xil ko'plar yozlarda borsangiz, hamda ochib qo'yadi. Cho'pcha tirab qo'yadi. Bunga bu narsa kerak emas. Mana buni tagida falga bor, uni zaligisi bor.
Tushundingiz a? Ana işte hozir yasalgan haligi yasash jarayonlarini ham ko'rsataman hozir sizga. Rasmini yuboraman hozir sizga.